3 ta 8 darsdan tez va oson ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 3 xil usuli bor. Eng oson usullari bir bosishda va telefon orqali. Bir bosishda o'tamiz. Birinchisi mamlakat, qayerda bo'lsangiz o'sha yerga kiritamiz. Keyin valyuta, xohlagan valyutangiz o'ynashingiz mumkin. Tanlab berdim. Keyin bonusda sport uchun kazino games o'ynash olsak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Keyin bu joyga bonus olish uchun promo kod kiritamiz. Katta harflar bilan VIB 555. Mana pastdagi uchalasini bitishga qilamiz va ro'yxatdan o'tishda bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Kapchadan o'tish uchun mana bu yerda strelkani doirancha to'g'rilab qo'yversak, sirasi o'tadi. Mana ro'yxatdan o'tdingiz deyapti. Buni screenshot qilib olib qo'yamiz esdan chiqmasligi uchun. Login bilan parolda. Keyingisi tugmasini bosamiz. Mana sirasi hisob to'ldirishga olib o'tyapti. Hisob to'ldirishdan oldin birinchi nazarda bosamiz. Strelka turibdi. Pastda menu degan joyga o'tamiz va bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Keyin bu yerda mana qalamcha turibdi. O'sha qalamchani bosamiz ustiga. Bu yerda familiya, ism, bu juda ham oson bu joylari. Kerak joylarni tushuntiraman. Mana bu yerda aytilgan chet el pasporti. Haydovchilik guvohnomasini kiritsangiz bo'lar ekan. Mana bu yerdan ID hujjat deysizlar. Bu yerga pasport seriyasi, keyin bu yerga raqami yozamiz. Keyin bu yerdan berilgan sanasini so'rayapti. Topib kiritamiz. Kim tomonidan berilgan deya bu joyini ham kiritib qo'yamiz. Oxiriga IIB deymiz. Tani saqlash tugmasini bosamiz. Mana ma'lumotlar saqlanadi. Agar bir ikkita qolib ketgan bo'lsa, ularni ham to'ldirib saqlashni bossak, shu bilan qalamcha yo'qoladi. Mana bu yerda akkauntingiz yanada ishonchli himoyalamoqchi bo'lsangiz, telefon raqamini ulab qo'yishni maslahat beraman yoki telefon raqam yoki email. Ikkalasidan birini ulab qo'ying. Ulash juda ham qiyin ish emas. Mana bu yerga telefon raqam kiritasiz, kod yuborishni bosasiz. Telegramingizga yoki SMS bo'lib kod keladi. O'sha kodni kiritsangiz, telefon raqamingiz ulanadi. Ulamay ham hisob to'ldirib pul chiqarishingiz mumkin. Bemalol. Burchakka настройкаga o'tamiz. Mana bu yerda hisob to'ldirish, pul chiqarish. Hisob to'ldirish, masalan, Humo Uzcard bo'limlari mavjud. Bu yoqda mana kriptovalyuta orqali to'ldirsangiz ham bo'ladi, xohlagan. Ular orqali to'ldirishingiz mumkin. Pul chiqarish ham xuddi shunday. Qaysi orqali to'ldirgan bo'lsangiz, xuddi shu orqali pul chiqarib olasiz bu yerda ham.